30 yoshdan keyin o'ylansa nimalar bo'ladi? O'sha qiziq ham bo'lmay qoladi. Kirmaysizmi bola? Erta-berta vaqt topib kirarman. Ha, bo'pti mayli. Tindan yerda petamiz seni xotining, seni to'ying bo'ldi. Men normal ichkariga kir. Yolg'iz yashashga o'rganib qolib, uy ishlarini ham o'zing qilasan. Umiddagi men borman, nimaga yuvvoz? Sen bo'lsan aytgancha. Bo'pti, yuv. Xotining seni romantika qilib kutib oladi. Sen bo'lsang, Jon qizim muzikani o'chirib qaraganda yoqmay qolar ekan shovqin. dunyo qarashinglar ham ikki xil. U o'yinqaroq, sen bo'lsang Bratchkani King Mixdan olib bergan. Men yetingdir. Aka qizingizmi? Ha, ona qizim, asal qizimni olib berganda. Bo'ldi bolam, biz ham bunaqa yoshdan o'timiz, dorimni olib kelmaza qo'shdi. U seni chiroyli qilgisi keladi. Sen bo'lsa o'sha amakilarni ko'ngidasan. Shu darajada qarib ketganingni ham qaynating, ham mahalladagi dushivniy okalardan. O'zi qalaysan o'rtoq endi? O'rtoq emas, seni qaynatayman endi. Qaynataman, kelaverarganda-ya. Kiysam qizimnikka kelibman-da. Kelavermaydi hali.